Balo bor ekanmi bugungi 70 yoshda erga tegib? Qani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan. Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Men bilan sizga. Shunda bu kelin salom-da-ya. Yo'q, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlamalarni dimlab, kartoshkalarimdan bir mazza qilib o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishlatasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Ketgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganiga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan maza qishlatsangiz joyi. Zebo turradomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buving tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolingni sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'yding. Zebo turradomga bor. yuring. O'zim sizga bir qovurmalar. Nega kulasiz? Olavering-da. Pullaringizni bering, men sizga ovqatlar qilib Avtoritet. 3, 2, 1. Zebo turradomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men? Yo'q, xolali yemirilib ketdi hozir. Bolali. Kelinglar. Kurs berishgan. Menimni 70 yoshdagi qatigiga shokdaman. Zebo shokdami, xursandmi? Men xursandman. Sevib, sevilib ayollar. Mana ko'ryapsizlarmi, 70 yoshda ham farzandli bo'la olishi mumkin, baxtli bo'la olishi mumkin. Onalik baxtiga erishishi mumkin. Mana Hali umid bu bor. narsani bularni qiyosida, onamni qiyosida ko'rishinglar mumkin. Onamni. Men umuman bunaqa chuqur o'ylab ko'rmaganman. Birinchi qismdagi videoda sizlar sog'masizlar degan kommentingiz bor. 11,5 mingta layk kelgan. Rostdan sog'masizlar, shunaqa video olasizlarmi? Kim yozgan buni ideyasini? Mehribon yozganmisizlar? Qaysi sog'mas odam yozgan buni? Sizlar kimni qo'lda turibdi manmi? Shokir shuyman buni? Tanishingda Hammasiga mana shu yigit aybdor. Oling. Toppa-to'g'ri. Men nima yo'qsiz? O'sha videoga nimaga ssenariylarni siz yozganingizni hamma bilishni xohlamaysiz? Ya'ni haqiqiy ijodkor berkini bijod qiladi.